Barchaga salom. Bugun guruhimiz a'zolariga, qizlarimiz va ayollarimizga ajoyib bir texnika bermoqchiman. Men o'zim ham buni bajarganman va o'zim bajarib natijasini ko'rganman. O'zi aslida bizdagi hayotimizdagi har xil hal qilolmayotgan, o'zimiz ko'nglimizdagiday bo'lmayotgan vaziyatlar, holatlar, noroziliklar, masalan, kimdir kasallik bilan muammosi bor, kimnidir farzandsizlik, kimnidir o'z ishini, o'z missiyasini topolmaslik, nimalari bor, muammosi bor hammani. O'zini topolmaslik, keyin balkim avlod ajdodlarimizni hayotlarini tugallanmay qolib ketgan vazifalarini ko'pincha keyingi avlod vakillari yashab berishiga, hal qilib berishiga to'g'ri kelib qoladi. Hal qilmasa o'tib ketaveradi. Shunga men bugun ayol qizlarimizga avlod va ajdodlardan fotiha olish texnikasini bermoqchiman sovg'a sifatida va buni bajarib, albatta fikrlaringizni, nimalar his qilganingizni guruhga qoldiring. Biza javob beramiz, tahlil qilib beramiz. Ustozimiz ko'rib chiqadilar. Shunga men bugun shu texnikani sizlar bilan ulashmoqchiman, bo'lishmoqchiman. Qani boshladik. Ko'zlarimizni yumamiz. Yummasangiz ham bo'ladi. Chunki bu initiatsion meditatsiya. Shu diqqatingizni bir joyga jamlash uchun, diqqatingiz chalg'imasligi uchun ko'zingizni yumib oling. Ko'zlarimizni yumamiz va chuqur nafas olamiz. 3 marta, 5 marta chuqur nafas olib, diqqatimizni bir joyga, shu nafasimizga qaratishga harakat qilamiz. Keyin chuqur nafas oling. Boshingizdan, diqqatingizni boshingizdan to ikki ko'kragingiz o'rtasigacha qalbingizga tushing. Zinalar bilan 1-qadam, 2-qadam, 3-qadam, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-qadam. Kiring qalbingiz ichiga. Qanaqa xona, qanaqa joy, bir nurli maskani, keng bir nurli bir kenglikda tasavvur qiling. Va u yerda nurli yo'ldan yurib ketayotganingizni tasavvur qiling. Nurli yo'lda yurib boryapsiz va yo'l boshida katta bir daraxtni ko'ryapsiz. Daraxt turibdi va o'sha daraxtga qarab boravering, yurib boravering. Bu yaqinlashganda u daraxt qaysi holatda, mevalimi, mevasizmi, qop-qorami, rangsizmi, nursizmi? Va ikkita qo'lingizni shu daraxtga qo'ying va qo'yganingizda daraxt yorishib ketayotganini tasavvur qiling. Yorishib ketgandan daraxt pastiga katta nurli aylana doira hosil bo'lganini ko'ring. Va u doira atrofida siz o'ng tarafingizda onangizni avlod ajdodlari va chap tomoningizda otangizni avlod ajdodlari bitta krug bo'lib, bitta doirada ko'rinish berdilar va ularga qarang. Va ularga qarab ayting.
sizni avlodlaringizdan tug'ilganim uchun minnatdor. Davom etamiz. Ulardan minnatdorligingizni ayting. Chin dildan minnatdorman sizlardan deb ayting. Va ayting. Sizlarning taqdiringizni hurmat qilaman. Taqdiringizni, tanlovlaringizni, qarorlaringizni, mas'uliyatlaringizni, o'z bo'yinlaringizga olgan mas'uliyatlaringizni, majburiyatlaringizni barchasini tan olaman, qabul qilaman va qalbimdan joy beraman deb ayting. Bu sizni tanlovingiz. Endi ayting, qo'lingizda nima ko'rinishida turibdi sizdagi vaziyatlar, karmik vazifalar. Endi ularga qarab ayting. Tugallanmagan vazifalarni, hal qilinmay ketgan holatlarni barchasini o'zlaringizga qaytaraman deb bering ularga. Kiyim ko'rinishidami, qora bir energiya ko'rinishidami, tosh ko'rinishidami, hammalariga o'z qo'llariga qaytaring. Va o'z bajarilmay qolgan hamma vazifalaringizni o'zlaringizga qaytaraman deb ayting. Va ularga qaytaring. Tosh ko'rinishidami, kiyim, energiya nima ko'rinishda bo'lsa ham, ular qo'llariga olishlari bilan ko'zlarida nur yonganini ko'ring. Sizlardan minnatdorman deng. Menga faqat deng sizlarni oq fotihalaringiz kerak. Meni rivojim uchun, meni o'z hayotimda yashashim uchun, o'zligimni topishim uchun, men rivojlanishim uchun sizni faqat oq fotihangiz kerak deb ulardan oq fotihalarni oling. Qarab, oq fotihalarni olib, dadangiz chap tomoningizda yelkangizga qo'llarini qo'ygan tasavvur qiling. O'ng tomoningizga onangiz qo'llarini qo'yganlarini tasavvur qiling. Va toza oppoq nurli energiya kelayotganini tasavvur qiling sizga. Va u energiya siz butun tanangiz bo'ylab barcha hujayralaringizni erinkagacha faollashtirib, nurga to'ldirib, to'yintirib, nurli tanaga aylanganingizni ko'ring. Va orqangizda, orqa qovurg'a suyagingizda nurli daraxt paydo bo'lganini ko'ring. Va ular sizga fotiha berishganini tasavvur qilib, oq fotihalarni olib, nurli yo'lingizda davom eting. Va osmondan nurli oqim potok ochilganini ko'ring. Va u potokda tanangiz to'liq nurli tanaga aylanganini ko'ring. Va yo'lingizda davom etavering. Sizni atrofingizda nurli aylanib quruq hosil bo'lganini va tanangiz, ruhingiz va o'sha quruq nurga to'lganini, siz o'z asl hayotingizda bo'lganingizni, asl o'zingizni yo'lingizga faqat toza o'zingiznikini yashayotganingizni tasavvur qiling. O'zingizniki bilan ketayotganingizni tasavvur qiling. Va minnatdorlik bilan va ichingizda ayting. Bu olingan oq fotiha, bu bajarilgan o'lcham nurli o'lchamlarda faollashtirilsin, aktivlashtirilsin, namoyon qilinsin. Merkaba laboratoriyalarda faollashtirilsin, yer va samo bilimlari ulab berilsin deb ichingizda takrorlang. Va nurli ajdodlardan olingan nurli oq fotihani, nurli quvvatni his qilgan holda asl o'zingizda, hayotingizda asl o'zingiz bo'lib
chuqur nafas olib, minnatdorlikda ko'zingizni oching. Bu aslida judayam vibratsiyasi baland, quvvati baland texnika. Bu meditatsiyani, bu texnikani sizlar bilan bo'lishganimdan xursandman. Albatta izohlarda nima his qilganingizni, holatingizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat.